Uhud maydoni mana shu joyda bo'lgan. O'sha biz o'qigan, biz eshitgan muborak Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tishlari singan joy mana shu joy. Rasulullohning peshonasi yollagan joy mana shu joy. Rasulullohning qonlari tomchilagan joy mana shu joy. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlariga dubulg'asining temirlari kirib ketgan paytida og'zi bilan pichirlab, Allohim qavmim meni tushunmayapti, anglamayapti, meni tanimayapti, sen ularni mag'firat qil, ularga baloyini yog'dirma deb o'sha holatda ham ularga Alloh taolodan mag'firat so'ragan payg'ambarimizning turgan joyi mana shu joy bo'ladi. Jang mana shu maydonda bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bilan birgalikda joy olgan joy mana shu Uhud tog'iga Rasululloh orqalarini qilib o'ng tarafini Uhud tog'i bilan berkitganlar, chap tarafi ochiq qolganlarida esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 50 ta kamonchini ajratib, mana shu joyga Abdulloh bin Jubayrni boshliq qilib, mana shu toqqa chiqargan 50 tasini. Chiqarib nima deb aytgan payg'ambarimiz? Sizlarga bir buyrug'im degan. Biz g'olib bo'lganimizni ko'rsangiz ham, biz mag'lub bo'lganimizni ko'rsangiz ham, hargiz bu tog'ni sizlar tark etmaysizlar, toki men sizlarga o'zim tushinglar demagunimgacha deb buyruq beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jangdan avval qilichini chiqarar ekanlarda, sahobalardan hammasiga yuzlanib turib, mana shu qilichimni haqqini kim beradi, shunga qilichimni beraman degan ekan. Shunda Hamza roziyallohu anhu o'rnidan turib, "Ya Rasululloh, men qilichingizni haqqini beraman" desa, "Siz o'tiring" deydi ekan. O'shanda Zubayr bin Avvom turar ekan, "Ya Rasululloh, qilichingizni haqqini men beraman, menga bering" desa, payg'ambarimiz "Siz ham o'tiring" deydi. Hazrati Ali tursa, "Siz ham o'tiring" deydi. Shu paytda mashhur sahoba Abu Dujona o'rnidan turib, "Ya Rasululloh" deydi, "Qilichingizni haqqi nima o'zi? Qandoq qilsak qilichni haqqi ado etilgan bo'ladi" desa, dushmanning bo'yniga urib, bo'ynini uzib, qilichni uchib, bukilib ketgungacha kurashlik deydi ekan. Bukib yuborishingiz kerak deydi ekan. Dushmanga qarshi kurashda qilichni bukib yuborishingiz kerak. "Ya Rasululloh, menga bering, men mana shu qilichni haqqini men beraman" deganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilichlarini, o'z qilichlarini Abu Dujonaga mana shu maydonda bergan. Abu Dujona Rasulullohning qilichini olib, xursandchiligidan kibrlanib yurib ketgan ekan. Yurganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalariga qarab, "Abu Dujonaga qaranglar. Alloh taolo bunday yurishlikni yoqtirmaydi, lekin jang maydonida dushman haybatlanishligi uchun ruxsat bor" deb aytgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarning bayrog'ini eng sabotli, eng matonatli bo'lgan insonga topshirgan. Kim u? Hali Madina musulmon bo'lmasdan o'zi yakka yolg'iz kelib, Madina aholisini musulmon qilib yuborgan Mus'ab bin Umayrga beradi. Mus'ab bin Umayr qo'liga bayrog'ini oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu maydonga kelganda sahobalarning adadi 700 kishi bo'ladi. Aslida Madinadan ular 1000 kishi bo'lib chiqishgan edi. Lekin Shayxoyn degan joyga yetganlarida ichlarida munofiq bo'lgan. İçlarida, musulmonlarning ichida musulmon emas. Tilida iymon keltirgan, lekin dilidan iymon keltirmagan Abdulloh bin Ubay bin Salul. Shu nima deydi?